شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Hürmetli qarindoshlarimiz, bugun Sura Baqaraning 30-oyatini o'qiymiz. Ya'ni astag'izu billah va iz qala robbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. İlgirki ayetlerde Allah kişilerinin türünü bizge bayan qilib berdi. Mu'minlarninki xususiyat, Allah'idlikleri, munafiq, fasık, müşrik kafirlarninki xususiyatları. Ondan keyin muşularninki asli tutib mengishga tegishlik yo'li, ya'ni islom yo'li. Bunun delil sifatida hayot, mamat, kainotdagi bütün şeylerinin yaratılış ahvolini bayon qilgandan keyin masalani asliga qaytarib o'tdi. Ya'ni nima uchun dünyadaki kişiler mu'min, fasık, facir, müşrik, münafık degandek bu xil şekilde türge ayırıp bu bayan kılındı. Deyse, aslida insanın yaratılışıda Allah insanı zeminde kıldırmakçı olan bir vazifesi var. İnsan şu vazife üçün bu xil şekilde yaratılgan. Onda olmaganda Allah başka məxluqlarga oxşaş, malaikalarga oxşaş, yoki başqa hayvanlarga oxşaş muqim sistemlik, programmalik insan yaratsa buludu. Ama insanı bu xil şekilde, yani erken ixtiyarlıq berilgen şekilde xatalaşıdığan, xatalıqını qaytıdığan, ixtiyarlıq berilgen şekilde yaratışının sebebi bu. Diğer asasda insanın asli yaratılış karakteri ve insanınki alahidligi malaikalarga qaraganda alahidligi yaratılgan vaqtda malaikalarning bu haqda sual so'raganligi, Allohning bu haqda javob berganligini bayon qilib 30-oyatda insonning asli yaratilish ahvoli va yaratilish xarakteri haqida bizga so'zlayotdi. Oyatning qisqacha mazmunini degan vaqtimizda وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Öz vaqtida Rabbim malaikalarga shunda dediki, men zaminda ish kuchlarni yurishtiradigan bir xalq yaratmoqchi. Xalifa degani Allohning irodasini zaminda tajalli qiladigan bir bo'lak kishilar, ya'ni izbosar degan ma'noda, ana Alloh vakil, Allohga nisbatan Allohning buyruqlarini zaminda ijro qiladigan, zaminni idora qiladigan bir bo'lak kishilarni yaratmoqchi. Malaikalar deydi bu yerda faqat Alloh bizga munosabatli bo'lgan tarafini bayan qiladi bu qissalarninki, ammo uning orqasida yana boshqa nima ishlar va Alloh o'zi biladi. Malaikalarga shunda dedi, malaikalar insonning xususiyatini, xarakterini, mijoz prinsipini tutqun qilib turib Allohdan so'radi. Ya'ni balki malaikalarga insonning alohidliklari, inson bundan axloq, buning alohidliklari ma'o, kamchiliklari ma'o deb bildirilgan bo'lishi mumkin da'vatudi. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. Ya Rab, bu zamanda
eskilik qilib qon to'kadigan odamni yaratamlar. Insonning xarakteri yani malaikaga o'xshamagan ekan. Malaikaning xarakteri nima? Yaratildi ibodat uchun muqim bir prinsip bilan undan asla chiqish mumkin emas. Chiqmaydi malaikalar. Ammo inson unda emas. Insonda bir ixtiyorlik va inson yo'ldan chiqib ketalaydi, yo'lni chang tutib mang'alaydi. Bu tanlash huquqi va bu noktadan malaikalar maşta xarakterdeki insan ekan. Bu insan bununda manda xatalıqlarını qildikan, manda ishlarni qiladi. Muta insonni yaratamlar. Va bizdek va nahnu nusabbihu bihamdika va nuqaddisu lak. O'zirga hamd aytib, o'zini muqaddas etgan bizdek bandalar tusaq. Yani bizdek yaratmaydim deb unda yaratildi ki biz tusaqın deb unda yaratildi deb insonning vazifasi haqida Allohdan tushuntirish talab qiladi. So'rayotdi. Masalan, nima desa? Tabiiyki Allohning qilgan har bir ishida bir hikmat bor. Insonning xarakteri mandaq bildirildi. Bu inson bunday inson ekan bu. Biz zodi muqim ibodat qilgan biz maxluq, ibodat qilganlar biz özlüğü zat itaatsizlikni asla qilmaymiz. Bu çünkü yaratılışımızda yok demek malaikalar. Yani bizdek şekilde yaratma yoki biz tutsak o xil şekilde yaratılışga hikmet nima? Allah cevap verdi ki qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sizlar bilmaydigan o'qin ish va sizlar bilmaysizlar, men bilmayman. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sizlar bilmaydigan ishlarni men bilaman. Yani insonning malaikalar balkim bayqamagan, malaikalar bilmaydigan Allah insondan iroda qilgan ajoyib bir alohidligi bo'lishi kerak tabi. Allah shuni bayon qilyapti bu o'rinda. Bugungi o'qiydigan darsimiz balkim shu oyatgacha bo'lishi mumkin, 30-oyat doirasida bo'lishi mumkin. Davomi bu oyatning inshaalloh kelasi darsda o'qiymiz. Biz shu doirada bir anglab o'tib ketaylik. Abdurrahimahulloh bu oyatga nima izohlarni berdi? بعد أن أخبرنا الحق سبحانه وتعالى أنه خلق جميع ما في الكون. الله سبحانه وتعالى kainattaki barcha şeylerini yaratganligini bizga xabar qilib, bizga deb bergandan keyin endi mushu zaminni, mushu hayotni avod qilish uchun, idora qilish uchun, gullantirish uchun yaratgan kishi haqida bizga xabar berishni istedi. Ya'ni bu zamin biz yaşavatımız bu zeminde. Bu zeminin sahibi kim? Mahluklar için. Kim güllendirirdi bu zeminni? Zeminin işlerini kim üstüge alırdı? Bu hakta Allah bizge haber veriyordu. Bu yerdeki Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an kısselerini başlayan bu kıssa yaratışının, halkının en tunç olan Adem Aleyhisselam'ın kıssası. Yani biz hazır kadar Sure Fatiha'nı okuduk, Sure Bakara'nı okuduk baştan. 30. ayetga keldik. Hazır kadar kıssa uçurulmadı. Bizge uçurulgan tunç kıssa Adem Aleyhisselam'ın kıssa. Adem Aleyhisselam hemimiz bilgimizdek insanların, halklarının tuncisi. Yani bu kıssa Kur'an-ı Kerim'de köp urundu kelgan. Ayada, mayada çeşitlilik. Biz bunu dersimizden başladık diyen Kur'an-ı Kerim münasibetle qarab turib, o'rinlarga qarab turib, ifodalamoqchi bo'lgan mazmunlarga qarab turib, bir qissani bir necha o'rinda qana qildi, keltirdi deb. Bu nima uchun bunda ko'p kelgan bu qissa desa, bizni shuningga boshlab qo'yish uchun, bizga shuni ifodalash uchunki, Alloh subhanahu va taolo nima uchun qissani bizga deb beradi. Bu qissani deyish orqali nima maqsad qilmoqchi Allah? Hem bunda ko'p kelishining sababi ham Allah subhanahu va taolodan yetkazishning to'g'ri ekanligiga, rost ekanligiga bizni dalolat qilish uchunki, ya'ni payg'ambar alayhisalom amaliyotda o'qigan odamlarning u Odam alayhisalomning yaratilish hodisalarini kitobdan topa olishini tayin. Qur'oni Karimda deydi Allah: "Nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq." Biz sana ularning qissasini, o'tganki ummatlarning qissasini haqiqiy ravishda, ya'ni haq yo'l bilan bayon qilib beramiz. Peygamber nereden bilsin onu? Bu kadar inçki şekilde Adem Aleyhisselam'ın yaratılışından tatip, yaratılgan, malaikelerin secde kılgan, cennete uğurlaştırılgan bu ahvallarını inçki şekilde bayan kıldı demek. Resulullah'ın ağızdan, Resulullah'daki okuma Adem'in ağızdan bu çıktı demek. Yani bir Peygamber Aleyhisselam'ın yetküzgen risaletinin ki, peygamberlikinin ki, hakikallikinin ispat şekilde şuna keltirilgen. Yani ayetdeki hazır okugan ayetimizdeki biz sana ularning xabarini haq o'qib birimiz, haq rivoyat qilib birimiz degan ayetdeki haq iborasi
haq so'zi, bizga kelgan haq so'zi bizni shu uqumga boshlay oladi. Ya'ni bu yerda bir qissalar va hikoyalar va tarixlar va ammo haq emas, to'g'ri emas. Haq olmagan bir tarixlarning varligini bizga deb beryapti. Alloh subhanahu va taolo o'zining qissalarini, mush Qur'onda bayon qilgan qissalarini kishilar o'zaro o'tirlarda bayon hikoya qilishadigan yoki tarix qissalari o'zaro uni aytib berayotgan hikoyalar, qissalar doirasini chiqaryapti. Mau haq qissa bu deyapti. Bu haqiqat, buning mazmuni haq mazmun deyapti. Nima ish qilsa, boshqa qissalarning kishilar o'zaro bir-biriga aytishib yurgan hikoyalarningki reallikqa qarshi kelish, haqsiz bo'lib qilish imkoniyati va yolg'on bo'lib qilish imkoniyati va undan boshqa hikoya cho'chaklar anglaymiz. Dunyoda hikoya qilinib deyiladi, ammo uning realligi yo'q. Faqat xiyol qabilasining, ya'ni bu to'qilma hikoyalarmi bor. Nurg'un hikoyalar bor, lekin Qur'onning hikoyasi u mu emas, bu mu emas, balki haqiqat. Qur'onda bayon qilingan har ish dunyoda yuz bergan bo'ladi. Har ish dunyoda yuz bergan bo'ladi. Amaliy yuz bergan hodisa u. Endi mushu qissa degan so'zga kelaylik. Biz bundan keyin o'qiydigan tafsirlarimizda, o'qiydigan darslarimizda ko'p ishlatamiz bu so'zlarni. Qissa. Uyg'urchadan bu qissa degan, qissani bizning tushunishimizda shu burunqi bo'lgan voqelik, hikoya deb mana tushunamiz. Arabcha surishti qilsak, qissa degan so'z qassal asar deb keladigan so'zdan, ko'kdan ilingan bo'ladi. Qassa yaqussu deb mana shaklda ifodalanadi buning fe'lisi. Ya'ni iz qo'g'lug'ichi sahrodagi qum ustida ko'rgan izni qo'g'lab, mengib iz tugigan vaqtda o'zining maqsadiga yetgan holatni qassa. Asli masalan sahroda yo'l yo'q-ku, bir odam da boshqalarning mangan iziga ergishib, mengib maqsadiga yetib, boradigan joyga bora olgan bo'lsa, buni arab tilida qassan, iz qo'g'lash degan ma'noda, qissa degan lug'at ma'nosida. Ya'ni Qur'oni Karimning qissalari degan gap o'tmishdagi ummatning, o'tmishda yuz bergan ishlarni iz qo'g'lab birma-bir bayon qilish degan ma'noda keladi. Demak, endi biz Alloh subhanahu va taoloning haq shaklda bizga qissa qilib hikoyalarni gapirayotganligini bilsak, cho'qqum shuni bilishimiz kerakki, Qur'oni Karimda kelgan qissalarning hammasi amaliy yuz bergan hodisa ekanligini bilishimiz kerak. Bu nuqta qalbimizda aniq bo'lsin. Qur'onda kelgan qissalar amaliy yuz bergan hodisalar. Qur'ondagi har qissaning darsi va bizga demoqchi bo'lgan bir dars va ibrat va yoki Alloh subhanahu va taolo bizning diqqatimizni shunga chekmoqchi bo'lgan muhim bir narsa bor shu yerda. Har bir qissada ba'zi qissa payg'ambar alayhisolamni mu'minlarni mustahkamlash uchun keldi. Ba'zi odam qattiq horg'in, qilayotgan ishlaridan charchab, u haqi dinni yetkazib olsa, u haq dinni anglig'ini unutmagan, aziyat berayotgan o'tmishdagi qissani gapirish orqali, ulumi shuncha aziyat tortib ekan, ilgirki mu'minlar shu jafo tortib ekan deb ozroq tasalli bo'ladi odamga. Qissaning bir maqsadi bo'lishi mumkin. Masalan, bizda bir ishlarni qilib qattiq xafalikda jafoda qilib o'zimizcha horg'in charchab bo'ldilar, bu ishni qilmayman degan so'zaq birisi kelib, qarang, sizdan ilgari paloni bu ishni qilgan, u munda mushaqqatlarni besib o'tib, ma ishni qilib oxirida buni natija qozongan desa, o'tib ketadigan o'xshamdi bu shanda degan bir ideya bilan biz chidab ketamiz ya. Shunga ayni o'xshash masala. Payg'ambar alayhisolammi u nuqtada bir inson, atrofidagi mu'minlarning hammasi inson. Bularni charchab, herib, umidsizlanib bunda ahvollar bo'ladi. Qur'ondagi qissalarning ba'zining maqsadi dal mushlarni mustahkamlash. Ya'ni har qissa Payg'ambar alayhisolamning qalbini hodisalar mu'minlarni tarbiyalayotgan, Payg'ambarning qalbini va mu'minlarning qalbini hodisalar tarbiyalayotgan o'rinlarda mustahkamlaydi. Qanaqdir Qur'onning qissalari vaqt o'ltirish uchun, vaqt zoya qilish uchun kelgan emas. Biroq Qur'onning qissalaridan eng buyuk nishon nima desa, iymon hayot harakatini muqimlash, mustahkamlash va uningdan manfaatlantirish. Bu Qur'onning qissalarining asosiy buyuk nishoni. Chunki iymon hayot harakati bir jarayon. Bu jarayonda
qiyinchiliklar bo'ladi, mushaqqatlar bo'ladi. Buning hammani besib o'tish to'g'ri keladi. Ba'zida men bayatdan deganimdek horg'inlik bo'ladi, ümidsizlik bo'ladi. Maşta vaqtlarda Qur'ondagi qissa kelish orqali hayot harakatining prinsipi shunday bo'ladi. O'tib ketsa, ko'z oldingda yetalaydigan bir nishoning bo'ladi. Sen bu yerda o'tib ketsa degandek bir tasallilarni berish orqali bizni mustahkamlaydigan gap. Agar biz Qur'oni Karimning qissalariga qaraydigan bo'lsak, bu qissalarning o'tib tarixga aylanib ketgan narsa haqida so'zlayotganligini ko'ramiz. Tarix öz zamanızdaki hadiselerge bağlanıdı. Bazı tarih şəxsga bağlanıdı, şəxsga oldu hadiselerge emas. Lekin şu şəxs mi dünyadaki hadiselerin bir hadis. Çünkü adam cim durup adam olmayı. Onun bir kıvatkan iş hareketleri oldu. Şu noktadan itibarı kılınıdı. Eğer sen deydi, her hadisenin tarihini okusan, şu tarihini rivayet kılan kişinin nokta nazrini, fikir qarashini ifodalayotganligini ko'rib olasizlar. Demak, tarix qissalari shu rivoyat qilgan kishilarning fikri nokta nazrida turib qanday qilinadi, yoziladi. Shuningdek, bir qissa ravining o'xshamaslik bilan farqlanadi. O'xshash gapni ikki odam desa, ikki odam o'z ideyasida turib depirishi mumkin o gapni. Lekin Qur'oni Karimning qissasi bu holatdan xoli, ya'ni haqiqiy qissa o. Başka insanlar degan gap cho'qim shu digüchininki idisiga vakillik qiladi. Shu shaklda siyg'ilanadi, shu shaklda shakllantirib bir shakllarga kelib andiladi. Ammo Alloh rivoyat qilgan qissa u xil ahvoldan xoli. Qur'oni Karimdagi qissalaridagi ibrat deydi. Bizga tarixda zamonning o'tishiga ergishib takrorlangan hodisalarni bizga o'tkazib turadi. Masalan, takrorlanadigan hodisalar. Qana desanglar, bu magapni qayta desam, Qur'ondagi qissalarning maqsadi adada zaman qancha yil o'tsin, necha asr o'tsin, zaman asosan o'xshashcha, ko'pincha o'xshash hodisalar yuz beradi. Mush o'xshash hodisalarga simvol xarakterlik, vakil xarakterlik hodisalarni akab beradi Qur'onda. Biz shu ishlarning xarakterini bilib olgandan keyin har zamonda yuz bergan vaqtda to'g'ri muomala qila olamiz. Masalan, Fir'avn desak, Fir'avn shu vaqtdagi zamindagi ibadet kılınışını isteyen, ma'bud buluşunu isteyen zalim hakimning simvoli. Fir'avnning meselesi Qur'onda qısa şekilde bayon qilindi degan gap, her zamanda yaşaydigan Fir'avnlarga qanday muomala qilish, her zamandaki tağut, her zamandaki zalimlarga qanday muomala qilishni o'rgatadi bizga. Ashabul Kahf desak masalan, bu kufrning zulmidan qechib Allah'a ibadet qilish uchun ayrim yashagan mu'min guruhning qissasi. Bu her zaman yuz beradigan ish. Bugungi kunda mu bizning millatimiz mu o'zining dinini elib necha ming kilometr narsaga qechib Allah'a ibadet qilish uchun o'zining vatan yurtlarini tashlab yashayotdi. Bularning ahvoli qanday muomala qilinadi, bu so'zlanadigan gap. Yusuf alayhisolamning qissasi arasıga şeytan vesvese qilib o'zaro adovatlashtirayotgan qarindoshlarning qissasi. Bu har vaqt yuz berishi mumkin. Bularni to'g'ri mulohaza qilish, to'g'ri tushunish, to'g'ri muomala qilish to'g'ri keladi. Zulqarnaynning qissasi Allah subhanahu va taolo dunyoda uningga jiq sharoitlarni bergan, zaminda uni imkoniyatlarga ega qilgan islohotchi hokimning qissasi. Bu xildagi hokimlarni ham atrofimizda, zamonimizda davomli chiqib turadi. Bu xildagi hokimlarga qanday yarayolakda bo'lamiz? Buni qanday qo'llaymiz? Buning islohotiga qanday yordamlashib, qanday muomala qilamiz? Bu haqdagi mazmunlar bu xil qissalarda bayon qilinadi. Qissalarning hammasi simvol xarakterlik masala. Qanaqadir qissalar shaxslarning ahvolini bayon qilyotmaydi u yerda. Muayyan bir odamga qaratilmoqlik masala. Yani qaytib kelsak, Zulqarnaynning qissasi dunyoda Alloh uning sharoitlarini berib, zaminda uni imkoniyatga ega qilib, Allohning yo'liga amal qilgan, Allohni rozi qiladigan ishlarni qilgan solih, muslih hokimning qissasi, hokimning voqealigi. Masalan, Solih alayhisolamningki qissasiga kelsak, Alloh subhanahu va taolodan mo'jiza talab qilib, bularga buni amaliy o'tirib chiqib bersa, kofir bo'lgan qavmning qissasi bu.
Bu xil insonlarmi bo'ladi? Bunda xil ahvollar bo'ladi jamiyatda. Shuayb alayhisolamning qissasiga kelsak, jing tarozilarda, o'lchamlarda egizpas qilib xalqning haqqini o'g'irlagan kishilarning qissasi. Demak, mana bu yuqoridagiga o'xshash Qur'oni Karimning qissalarining hammasi har zamonda takrorlanib turadigan hodisalarning simvollari. Shu xil shakldagi qissalar. Hattoki biz yashayotgan mushu zamonimizdami nurg'un fir'avniylarni uchirtisiz. Nurg'un o'z dinini olib qochgan ahli kahflarni uchirtisiz. Nurg'un mol mulkiga ibodat qiladigan Qarundan ortiq odamlarni uchirtisiz. Fir'avndanmi haddi hisob zolim. Ashabul kahfdanmi taqvo. Qarundanmi pul malga bakar qamlaq odamni uchirtisiz. Shu darajadaki o'zini Allohdan behojat sanab mal mulk hamni qila oladi deydigan Qarundanmi yetib ketgan kishilarni uchirtisiz. Shunga boshqa Qur'oni Karim bunda Qur'onning qissalari yuqorida degandek edamga qartilmay simol xarakterlik bo'lg'achqa Qur'oni Karimning qissalarining shaxslari majhul holatda keliglik. Aniq emas. Fir'avn degan kim o? Muayyan bir adamning ismi emas ki, shu vaqt Musa alayhisolamning davridagi Misr podshohligidagi podshohlik nomi masalan. Ashabul Kahf deb qo'ydi. Muayyan adamning ismi yo'q bu yerda. Zulqarnayn deb qo'ydi. Sufitini kelib qo'ydi, odamning ismi yo'q masalan. Buning hammasi nima uchun desa, odam muayyanlashib qolmasin, kishilarning zihnida adam o'rnab qilib, masalan, shu odamdan boshqa o'tolmaydigan holat bo'lib qolmasin. Simol xarakterini olsin uchun shu hammasi majhul keliglik. Faqat bir lam qissa va Qur'onda muayyan paloni, pukunni deb aniq bekitilgan bir qissa va qaysi u İsa alayhissalatu vassalam, İsa ibn Maryamning va Maryam binti Imronning qissida İsa alayhissalamning ismi aniq tilga ilinganlik, Maryam alayhissalamning dadasi bilan qo'shilib ismi tilga ilinganlik. Chunki u qissada bayon qilinayotgan hodisalar shu Maryam alayhissalamga, İsa alayhissalamga xos. Çünkü o möcize o, tekrarlanmaydı o. Şuna başka Allah bizge o kısının şahıslarını iniq tutup verdi ki Meryem İbnetu İmran, İsa İbni Meryem de iniq dep verdi mesele ilişip kalmasının üçün. Kiyinlerden birisi kopup ben dadısız doğdum, yani elsiz doğdum bu degen peygamberin ekesi yoksu deyimiz. O kimge xas? Meryem Aleyhisselam'a xas o. Dadısız doğuluş İsa alayhissalomga xos o. Vaqalik aqissa takrorlanmaydigan, bundan keyin yuz bermaydigan bo'lg'achqa, shu muayyan odamning ismi aniq chiqadi. Vaqalik shuningga xos ikkinchi qatim takrorlanmaydi. Ma aniq bo'lsin. Ammo qolgan hodisalar simol xarakterlik bo'lg'achqa har zamonda takrorlanib turdi. Har zamonlarda Fir'avnlar o'tirg'i chiqadi. Har zamonlarda Musa o'tirg'i chiqadi. Har zamonlarda Qarun o'tirg'i chiqadi. Har zaman bu hodisalar yuz berib turdi hodisa. Ya'ni qanday bir ayol kelib, "Siz homildor oldi" deb da'vo qilsa, mana biz deymizki, "Yo'q, bu degan bir mo'jiza, Maryam alayhissalomning mo'jizasi takrorlanib, shu boshqa u yerda muayyan shaklda inson ismi keltiradi. Shu boshqa Alloh subhanahu va taolo o shaxslarni ism bilan muayyanlashtirib o'tgan. İsa ibn Maryam degan İmronning qizi İsa ibn Maryam, ya'ni Maryamning o'g'li İsa, İmronning qizi Maryam deb bekitib o'tgan. Ammo Qur'onning qolgan qismlari hammasi majhul shaklda, ismlar majhul shaklda keltirilgan. Alloh bizga Musa alayhissalomning davridagi fir'avnning kim ekanligini demadi. Ashabul Kahfning kim ekanligini demadi. Zulqarnaynning kim ekanligini demadi. Ashabul Jannatayn, yani sahibul Jannataynning kim ekanligini demadi. Ikki vaqigizda bir qissa va uni demadi. Va undan boshqa Qur'oni Karimdagi qissalardagi shaxslarning kim ekanligini demaklik Qur'on. Chunki bu qissalardan maqsad muayyan bir shaxs emas. Shaxs maqsad emas. O qissa boshqa odam bilan takrorlanmaydigan shaklda emas. Muayyan shaxs maqsad bo'lib, boshqalar bilan takrorlanmaydigan shaklda emas. Qissadan maqsad u yerdagi rumuz. Qissadan maqsad u yerdagi rumuz maqsad. Ya'ni simvol xarakterlik hodisa maqsad. Ba'zi kishilar o'zlarini Musa alayhisalom davridagi fir'avn kim o? Zulqarnayn kim o? Degandek bir xil gaplar bilan mashg'ul qilib yuriydi. Musa alayhisalomning xosisi qaysi xil yog'och? Nimo degandek Allohning iroda qilmagan, ya'ni ahamiyatsiz gap so'zlarni deb yuriydi. Biz ularga deymizki, siz bir narsaga erishamaysizlar unda qilib.
O Musa Aleyhisselam'ın davridagi Firavunning ismini bilsang nima bo'lmoqchi? Ashabul Kahfning ismini bilsang nima bo'lmoqchi? İbrahim Aleyhisselam o'ltirib keyin Allohdan terildirishni talab qilgan 4 dona qushning qaysi xil qush ekanligini bilmasanglar nima bo'lmoqchi? Odam Aleyhisselam jannatda yegan mevaning qaysi xil meva ekanligini bilsanglar nima bo'lmoqchi? Foydasi yo'q, chunki qissaning bizga hikoya qilinishda maqsad qilinayotgan bir taraf bor. Şu aydınlaştı, şu iniqlandı, bo'ldi, qolganda cho'ng masala yo'q. Çünkü Allah bizga bu qissalarni, shaxslarni izohlamasdan rivoyat qilib berdi. Bu yerdan maqsad biz shuni bilib olishimiz uchunki, maqsad shaxs emas, lekin maqsad o'sha qissadan olinadigan ibrat, hikmat bu maqsad ekanligini bilib olishimiz uchun. Shu bu nuqtadan qissalarning, kishilarining, qissalarning personajlarining ismi bizga nisbatan muhim emas. Amdaki Qur'oni Karimdagi qissalar takror emas, takror kelmaydi. Biz bunda Qur'on o'qisak, qarasak, birinchi parani o'qisakmi, Odam alayhisolamning gapi va, keyin boshqa surlarni o'qisak, yana Odam alayhisolamning hikoyasi chiqsa, bu qissalar takrorlanayotgan o'xshaydi deb o'ylab qolmaydi, takrorlanmaydi. Ba'zida qissalardan bir qismi bir oyatlarda kelsa, shu qissalarning yana bir qismi yana boshqa oyatlarda keladi, lekin ko'rinish har xil. Aqsı bayan qilinayotgan ko'rinishlar, maqsı bayan qilinayotgan ko'rinish har xil. Bizga har oyatda yangi bir ma'lumotni beradi, har ko'rinish. Ya'ni ama sen bütün Qur'oni Karimda tilg'ilingan qissalarni, oyatlarni bir yerga akirib cho'g'lasang, oldingda mukammal to'liq bo'lgan bir qissani ko'rasiz. Har oyat bir yangilik qo'sh. Masalan, Musa alayhisolamning qissasi Qur'onda jiq yerda takrorlanadi. A surada, Ma surada oyat takrorlanish emas. Jiq suralarda tilg'ilinadi. Aşı qissa oyatlarini bir yerga shuna akirib tartibga to'g'ilsangiz bir qissa bitib chiqadi. Nima uchun u yerda har xil taraflarda so'zlanadi desa, har xil o'rin, har xil sharoit yoki har xil masalalarda munosib shaklda shu masalalarni yuritishlar birga mas shaklda bizga bayon qildi. Chunki shunga chechib o'tilgan. Chunki Qur'oni Karim hikoya kitob emas-ki, qissa kitob emas-ki. Qur'oni Karimdagi eng cho'ng qissa Musa alayhisolamning qissasi. Qur'oni Karim bu qissani doimo bizga so'zlab aslatib turadi. Nima uchun? Musa alayhisolamning qissalarining hodisalari tarixdagi eng nochor insonning qissasini hal qiladi. Eng nochor inson, ya'ni Fir'avn. Her munosabatda Allah subhanahu va taolo ma insonlarning hayotining bir ko'rinishini bizga yetkazdi. Masalan, o'qib baqamdiq bir necha misolni. Sura Qasasning 7-oyatida kelgan hikoyada qissada Musa alayhisolamning onasiga vahiy qilgan bir taraflar bor. Va avhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayka wa ja'iluhu minal mursalin. Biz Musa alayhisolamning onasiga uni emitkin, agar uning hayotini ansirsang, boshqalar tutib olib, bilib qilib, uni o'ltirib o'tishdan ansirsang, buni dengizga tashlab et, ansirma, qo'rqma, biz uni sana qaytaramiz, uni payg'ambar qilamiz. Bu bir sura Qasasning 7-oyatidagi Musa alayhisolamga munosabatlik bir ko'rinish. Ya'ni kelayli sura Tahaning 39-oyatida mana bir oyat bor. Iz awhayna ila ummika ma yuha أنقذفيه في الطابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. Biz öz vaqtida sening onangga vahiy qildik. Uni sanduqqa qo'y, sanduqni dengizga tashla, dengiz uni qirg'oqqa chiqadi. Buni mening va uning dushmani suzib oladi deydi. Bu yerdan bir vaqalik bor. Oyadim o dengizga tashildi ba, miyadim dengizga tashildi ba, ammo ikkisining qaritilmasi o'xshamaydi. Mana qarasaqlam tushunaqli bo'ladi. Oldin qoyatda tig'i xatari kelmagan, tayyorlik qilmagan, oldin ola ideya jihatdan tayyorlik qildirish. Hozir imiti va keyinchi ansirab qilib, agar ashta bir xatar bo'lib qolsa, tashlab o'tasiz dengizga. Sen xotirjam bo'l, biz uni san qaytarib beramiz. Burun hodisa, burun ahvol olsa, endi jiddiy Nah vaziyat shuni taqozo qildi. Atrofni oqtirib o'tdi.
tug'ilgan o'g'il bolalarida Fir'avnning askarlari. Bu agar ko'rib qolsam o'ldirdi, am darhol tashlab sanduqqa sep tashla. Mao keyingi hodisaning voqealigi. U ilgirki hodisaning, ya'ni masala yuz berishdan ilgirki ideya tayyorligini ifodalasa birinchi oyat. Mao na hozirning o'zida jiddiy ko'rsatma shaklidagi oyat. Mazmuni qarasa o'xshashdek, ya'ni yuzaki tushunchada ma ikki oyat tekrar deb o'ylab qilishi mumkin, unda emas. İlgirki oyat va auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi degan ma oyat bir ko'rinish bo'lib Alloh subhanahu va taolo Musa alayhisolamning onasini iymoniy nuqtadan yuz beradigan hodisaga hozirlayotgan holat ilgirki oyat. Ama hadise yuz bergan vaqtida naq amda Fir'avnning askarlari kelib, bu yaqini balavam u bu digil tug'an vaqtida qissa tiz uslubda o'zgarayotdi. Keyingi masala o'xshamaydi. Ilgirki degan o hadise yuz berishdan ilgari. Ma hadise yuz bergan vaqtga ahvol. Bunday vaqtda anaqzi fihi darhol sanduqqa selib, sanduqni dengiz ifodasiga qaranglar, anaqzi fihi fit tabut faqzi fihi fil hamsi fa sanduqqa selib dengizga tashlab felyul qilya mana şekilde ifodalayapti. Ya'ni makenidagi qissa bayon qilingan jumla hodisa yuz bergan minutga intayin mos keladi. Ilgirkisi bizga Musa alayhisolamninki sanduqqa silishdan ilgari emitganligini bayon qiladi. Ve uni hodisa yuz berib Musa alayhisolamning o'lib ketishidan ansirgan vaqtida dengizga tashlaydiganligini bayon qilyapti. İlgirki oyatda asosan Musa alayhisolamning onasi bir xil xotirjam qilish, qo'rqmaslik, bearam. Chunki Alloh uni qutqizdi. Bunun ikki bishorat bor. Birisi Alloh Musa alayhisolamning onasiga qaytarib berdi. Yana birisi Musa alayhisolamni Alloh payg'ambar qildi. Bu ilgirki oyatdagi mazmuni. Endi ikkinchi oyatga kelsak, mushu ko'rinishni bizga mukammal to'liqlab beradigan ikkinchi oyatga kelsak, anaqzi fihi fil. Bu yerda bizning biladiganimiz Musa alayhisolamning onasi uni sanduqqa soladi. Ma ilgirki oyatda tilga ilinmagan mazmun bu. Undan keyin yana bir yerda biz shuni bilamizki, Alloh subhanahu va taolo sug'i buyruq chiqardi. Sug'i buyruq verdiki, nimda tabutni qirg'oqqa otdi. Chunki sanduqni Musa alayhisolamning sanduqqa solib, Musa alayhisolamning suvga tashladi. Alloh sug'i buyruq verdi, ma sanduqni qirg'oqqa otdi. Mana bu birinchi oyatda kelmagan. Tekrar emas bu yerda ikki oyat. Fakat dengizga tashlashda bir o'rtaqlik bor. Qani ilgirkisi va hodisa yuz berishdan ilgirki tayyorlik bo'lsa, keyingisi amaliy tashlash jarayoni va keyingisida suv buyruq qilib, suvni uni dengiz qirg'iga tashlaydiganligi ifodalari bor. Demak, bu yerda biz biladiganimiz yana buni oladiganini, suvdan suzib oladiganining Fir'avn ekanligini bilamiz mana keyingi oyatdan. Fir'avn bilan Musa alayhisolamning o'rtasida o'zaro dushmanlik bo'ladi. Av aning dushman, ma'maning dushman bo'ladi. Demek, maşına o'xshash qissaning ikki oyati, ikki yerdagi oyat, birisi Sura Qasasning 7-oyati, biri Sura Tahaning 39-oyati, ikki oyat o'zaro bir-birini to'liqlaydigan oyat u. Takrori yo'q bu yerda. Alloh subhanahu va taolo ikkinchi oyatda Musa alayhisolam bilan Fir'avnning o'rtasida o'zaro adovat, dushmanlik bo'ladiganligini bizga isbotlab bermoqchi. Shunaqla Fir'avnninki Allohga va Musa alayhisolamga dushman ekanligini ham isbotlab bermoqchi. Ikkinchi oyatdagi mazmuni bu. Lekin bu yerdagi adovat, dushmanlik ikki tarafdan bo'lsa, undan keyin davom qiladi. Esolib bo'lsin, dushmanlik bir tarafdan bo'lib qolsa davom qilmaydi. Anog'anda fatati ayat tharisa 3-oyat kelib ma ko'rinishni texmi to'liqlab, ma ikki oyat bir ma'lum ko'rinishni bizga bergan bo'lsa, 3-oyat kelib bu ko'rinishni to'liqmi to'liqlaydi. O oyat nerede? Sura Qasas'ninki 8-oyatdagi faltaqatahu al fir'aun liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Musa alayhisolamni Fir'avn ailesi suzib oldi. Oxir natijada Musa alayhisolam Fir'avnga dushman va bearamlik bo'ldi dedi. Demak, bunga o'xshash oyati karima bizga Fir'avn bilan Musaning o'tirdiki adovatninki qanday bo'lib davom qilib, qanday bo'lib muqomlashib, oxirida Fir'avnni tugash-tuganligini mashta bayon qilib berdi. Ikki odam bir-biriga dushman bo'lmasa, dushmanlik davom qilmaydi. Dushmanlik bir tarafdan bo'lib qolsa, dushmanlik davom qilmaydi. Ya'ni inson senga dushman bo'lsa, sen uning dushmanligiga yaxshilik bilan qarshilsan, u senga dushmanlik qilsa, sen unga yaxshilik qilsan, az vaqtdan keyin adovat o'chib ketib qoladi.
Demek yani en ahırdaki ayetmi hem okşaş düşmanlık diye ibaret olanda kıgan bilen lekin liyekune lehu ma'duva ve hazan diye ibaretten düşmanlıkның üzlüksiz devam kıldıqalıqını isbatlaş arqılı tekrar emas. Yani hikayeni, qissini mükemmel tuluqlaydigan ayet ekanligi chiqdi yani. Yani bizga tuluq bir suratni bir vaqtida hikoyaninki. Qandaq olub oxirisi Fir'avnning tugashganligini. Fir'avn Musani tugutiman deb bütün to'g'ilgan o'g'il bolalarning hammani iz qo'qlab tutib o'ldirdi. Allah Musa alayhisolamning onasiga xotirjamlik berdi. Sen xotirjam bo'l, agar ashta qo'rqib qolsang dang tashlab deb. Ondan keyin askarlar iz qo'qlab kelgandan keyin darhol buyruq qilib, uni sanduqqa silib dengiz tashlashga buyuruydi. Dengizga qirg'oqqa at deb buyuruydi. Onu süzüp aldığan adamның Fir'avn ekanligini bayon qiladi. Bu ikkisining o'rtada uzluksiz düşmanlik bo'lganligini bayon qiladi. Uzluksiz düşman eng oxirisida Fir'avnni oxirlashtirganligini bayon qiladi. Bu hodisa bir necha oyatda, bir necha o'rinda bayon qiladi. Bularning hammani bir yerga tizgan vaqtimizda masala takror emas, mazmun takror emas, balki bir-birini to'liqlab bir butun qissa bitib chiqadi bu yerdan. Ama o'ylab qolamiz, nima uchun Musa alayhisolamning qissasi Yusuf alayhisolamning qissasiga o'xshash to'liq keldi, boshdan oxiri kelmadi desa, Alloh subhanahu va taolo shu qissa orqali bizning payg'ambarimiz Muhammad alayhi salatu vasallamni va mu'minlarni mustahkamlamoqchi shu nuqtadan. Ya'ni bu yerda bir ko'rinish, u yerda bir ko'rinish. Nima uchun desa, u yerda bir ko'rinish, bu yerda bir ko'rinish kelish orqali mustahkamlashdan iborat talab qilinayotgan hozirgi vaziyatning taqozzosini buzmagan shaklda ado qilish uchun. Chunki oyat umuman bizga to'liq bir qissani beradi, ammo pat-pat. Chunki inson degan bugun bir kun to'liq qanoat qilib aytsiz chiqsa, bo'shab qoldigan ish bor ya. Shu bu yerda, u yerda, bu yerda. A oyatda, ma oyatda, a munosabat bilan, ma munosabat bilan. Bunda aralab turib qana qilish uchun bizni mustahkamlash uchun shunday bo'layotgan nima. Odam alayhisolamning qissasi shu. Turli oyatlarda kelgan bu turli oyatlarda kelishib bizga shu umumiy qissada, umumiy to'liq bir qissani akapirish uchun shunda turli keldi kelgan har taraflarda. Ya'ni shu vaqtning o'zida, mana bunda taraf-tarafda bayon qilinishining yana bir hikmati shu vaqtning o'zida har oyatning shu oyat tushgan vaqt ehtiyojli bir hikmat bo'ladi. Uni biroqlam bir boshlagan paytda tugitib etsa bir hikoya kitob bo'lib qoladi. Oyatlarni biz Qur'on o'qib baqsak, bu nuqta masala oydinlashadi. Bir Musa alayhisolamning qissasi olsun, Adem alayhisolamning qissasi olsun, qanday qissa olsun, tarafda har xil oyatlarda, har xil surlarda chechilib ketadi. Ammo shu surni o'qiganimizda shu Musa alayhisolam munosabatlik qissaning ma'lum qismi shu surda bayon qilayotgan mazmunga ajoyib mos kerak. Qissadan boshqa surda hal qilinayotgan masalaga ajoyib udul kerak. Ya'ni mukammal bir qissa shakllantirishdan boshqa şu ayet tushgan zaman yoki tushgan makon yoki shu ayet hal qilayotgan temini o'z o'rinda boshqa nuqtadan yana yuritib beradi. Demak, bir qissa oyatidan qissani mukammal shakllantirishda, mukammallashda, to'liqlashda foydalangandan boshqa, yine boshqa hikmatlar va boshqa temalarni yuritish, boshqa mazmunlarni ochib berish alohida hikmatimi ham bor. Allah subhanahu wa taala bizga yaratılışning, ya'ni yaratishning boshlanishini rivoyat qiladi. Mushu va iz qala robbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi degan oyat bugun o'qiydigan oyatimizda payg'ambar alayhisalom bu haqda deydi, kullukum banu adam, hammanglar odamning bolalari Adem alayhisalom tuproqdan yaratilgan deydi. Allah subhanahu wa taala bizga yaratishni qanday boshlaganligini bildirmoqchi. İblisninki adavet hikayesini Adem'in ballarına bunu bildirmekçi. Qanday qilib yaratgan Adem alayhisalomni şeytan, iblis nim bo'lib düşman bo'lib qolgan bu tarafini bizga bayon qilib bermoqchi bo'ladi bu o'rinda. Allah subhanahu va taolo bizga tunji inson haqida so'zladi, bizga uning ismini bildirdi, Adem, ya'ni Adem alayhisalom. Shu Adem alayhisalom yaratilgan modda haqida so'zladi. Adem alayhisalomga belgilab bergan yo'l haqida so'zladi. Malaikalar bilan bo'lgan munozara haqida so'zladi. Ya'ni shundaqla bizga Adem alayhisalomning ziminda izbosar, ziminning boshqaruvchisi bo'lganligini ham xabar qildi. Va yana o'zining Adem alayhisalomga butun ismlarning hammani o'rgatganligini, ismlar degani
bütün hayotninki, bütün dunyoning ishlarining hammani o'rgatganligini bizga xabar qildi. Nimishqa Odam alayhissalom hayot harakatiga yetakchilik qilish uchun. Chunki hammani bilmasa yetakchilik qila olmaydi. Bizga yana shay'larning ilmining mantiqini o'rgatdi Alloh, musammiyat atalg'ularini o'rgatdi. Bizga iblisning orasida yuz bergan Rabbining oldida sajda qilib unmagan vaqt yuz bergan dialogni bizga so'zlab berdi. Bizga iblisninki sajdaga uni sajda qilishdan cheklanishdagi paktini bayon qildi. Iblis nima uchun sajda qilib unmagan? Iblisning plani va mu'minlarning qalbiga kirish masalalarini bizga bayon qilib berdi. Vasvasa qilish, qiziqtirish, undan boshqa yo'llar bilan kiradi emasmi? Mushuni bizga Alloh bayon qilib berdi. Bularning hammasi Odam alayhisolamning qissasida bizga deb beradigan, bizga depamoqchi bo'lgan masalalar. Demak, bu yerda nurg'un masalalar va Odam alayhisolamning qissasi bayon qilayotgan, tegish qilayotgan. Mushu bir qissa orqali bizga nurg'un narsani Alloh bizga deb beryapti. Agar bir inson Odam alayhissalomni tarix qilib yozmoqchi bo'lsa, bir inson bu xil ko'rinishlarning hammani aklanmaydi. Bu mumkin emas. Biroq Alloh subhanahu va taolo har ko'rinishni, shu qissadagi, hikoyadagi har ko'rinishni bizni mustahkamlash uchun qanday qilyapti, keltiryapti. Oyat kalima biz shu haqda ketayotgan وإذ قلنا للملائكة إني وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة degan mushu oyat kalima sur A'rofda mukammallik, sur Hujrda mukammallik, Isroda mukammallik, Tahoda mukammallik. Faqat mushu o'rindan kelganlik. Biz bu orqali bu qissalar o'tirishida takror yo'q ekanligini bilishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo o'zining malaiklarga zaminda bir xalifa, ya'ni zaminni boshqaradigan Allohning qonun dasturlarini yurgizadigan bir izbasarini qiladiganligini xabar qildi. Bu yerda bir to'xtab o'tishimiz kerak. Odam yolg'iz bir shaxs sifatida yaratildimi? Ya'ni yolg'iz xuddi siz biz bir odam ya. Masalan, men Muhammad, yana birisi Ahmad, yana birisi Samad bir odam. Odam alayhissalom bir yolg'iz odam sifatida yaratildimi? Yoki Alloh Odam alayhissalomni bütün avlodlarining hammani Odam alayhissalomga mujassamlab Odam alayhissalomning hujayrasida bütün avlodlarining hujayrasi boqilib, Odam alayhissalomni bütün insoniyatning bir simvoli sifatida qiyomat qilib mana shaklda yaratdimi? Bir savol tushdi bu yerda. Odam alayhissalom bir shaxs sifatida muomala qilinadi. Ya'ni Odam alayhissalom bir odammi? Yoki Odam alayhissalom bir odam shaklidagi bütün insoniyatning hujayrasini o'ziga mujassamlagan bir insonmi? Bunda shakl yaratilganmi? Masalan, biz Qur'oni Karimni o'qigan vaqtimizda bunga javob topamiz. Va laqad xalaqnakum oyatiga diqqat qilinglar. Biz sizlarni yaratdik. Va sawwarnakum sizlarni suratga keltirdik. Ondan keyin malaikalarga Odamga sajda qilinglar dedik deyapti. Qaranglar sizlarni yaratdik deb ko'plik shaklda xitob qilib, sizlarni Odam suratiga keltirdik deb xitob qilib, biz shaytonga Allohga sajda qilinglar dedik deyapti. Nima? Shaytonga, iblisga, Odamga sajda qilinglar dedik deyapti. Avval sizlarni yaratdik, sizlar deb bo'lgandan keyin Odamning gapini chiqardi. Demak, Odam alayhissalomda hammamiz yushirilgan, hammamizning hujayrasi Odam alayhissalom bor degan gap. Bu yerdagi xitob Odam va Odamning butun avlodining hammasiga qaratilgan. Xuddi Alloh subhanahu va taolo bu o'rinda shuningga ishorat qilyaptiki, asli tunji xalqning tunjisi Odam alayhissalom. Odam alayhissalomda o'zining avlodidan qiyomatga qadar bo'lgan maxluqlar, yaratilganlarning hammasining sifati yushirilgan degan bir hukm chiqdi bu yerdan. Ya'ni Odam alayhissalom yaratilgan vaqtida qiyomatga qadar yaratilgan bütün avlodlarining sifatlari Odam alayhissalomda yushirilgan. Ya'ni Odam alayhissalomda bütün xalqlar shundan elinadigan zarracha, ya'ni hujayralar bor demakchi. Odam alayhissalomdan ballarga qolgan, ballarga ta qiyomat tugan qadar mushta almishib varosat, ya'ni irsiyat mushta davomlashib mangadi demakchi. Men deymanki, men degan deydi Abduramdi, aramızdan bizning har birimiz buningda Odam alayhissalomdan bir hujayra, ya'ni bir irsiyat yoki bir qism narsa bor. Odam alayhissalomning avlodlari Odam alayhissalomdan olgan. Undan keyingi avlodlar Odam alayhissalom ballarida qo'yib qo'ygan tirik mikrob deymiz, hamda hujayra
Şu mikrobni algan. Ondan keyinkiler yani şu Adem Aleyhisselam bilen birle asıl yaratılgan şu tirik bir kısmını algan. Aşta olap ondan keyinkilerden bu elip iblisiyet Adem Aleyhisselam'dan tatıp ta bugünkü kadar, ta kıyametki kadar davammıştı. Şu Adem Aleyhisselam'da bağ boğan şu hücreler, şu maddeler, yani şu kısımlar bizde mi bağ, bizdenkinkilerin bağ, ta kıyametki kadar hem edemde buludu. Yeni insanlar özara birisi münasebetli kılıp demekçi. Yani demek hayat ulaşkan bir halkı şekilde devam kılıdı. Üzülüp ketmegen halatda. Her birimiz ilgirikiden alıdı, kinkisi gepirdi. Men dadamdan alıma, dadam boğusunu ağan, men balamı kaldırma, balam nevremge kaldırdım. Bu şekilde. Eğer bu yerde bir üzük halkı olup kalsa hayat toktaydı. Bir üzük halkı olup kalsa hayat, hem uğuluşmağılık. Mesela bir adam öldü, toy kılıçtan ilgiri, ondan keyin onun balları olmaydı. Şu adam bilen bağlanıp kelayotgan hayat şu yerde toktaydı. Toktaydı şu yerde. Hayatның halkısının davamlaşıp tuğallıqı, mening yaşavatqanlığım, ballarımның boğallıqı, ballarının boğallıqı hayatның ulaşıp kelgenligini, toxtab qalmağanlığını, Adem Aleyhisselam'dan tatıp da hazır kadar üzülüp qalğan bir dairinin yo'qligini isbatı. Madamiki hayat Adem Aleyhisselam'dan tatıp da bugünkü kadar ulaşıp kelgen iken, insanlar neslini yo'qatmagan iken, insanlar yaşavatgan iken, çoğum her birimizde şu hayatlıkның başlanışı olan, asli olan Adem Aleyhisselam'dan bir zerreci var. Çoğum. Adem Aleyhisselam'dan elingan bir hücre buludu her birimizde. Ve o Adem Aleyhisselam'dan kin hayat şu ulaşkan halklarda ta bugünkü kadar davamlaşıp geldi. Kıyametki kadar bu hayat şu şekilde davamlaşıdı. Hem de mesela men tirik hazır. Çünkü ben Adem Aleyhisselam'dan tirik şekilde yetkelgen şu hücreden ve yaratılgan mikroptan. Dadamızın hayatını, dadasını qalğan tirik şu hücreden alğan. Aşta olap sürüştü qilib sürüp mangsak, dadamdan boğumğa, boğusunun boğusu olap Adem Aleyhisselam'a yetip baradı. Oğanda qo'l ısırsak sen, muştaptı sözlavatkan yoki anlavatkan sen, hayatlık olğan bir cüz'iden yaratılgan ki bu hayatlık Adem Aleyhisselam'dan tatıp ta bugünkü kadar toxtab baqamaz. Bu şekilde yaratılıp kelgen buludu. Ve yana eğer toxtab qolgan bolsa hayatlık Adem Aleyhisselam'dan ta bugünkü kadar bir halatlerde, bir dönem, bir vaqtlarda üzülüp qolgan bolsa, yani senin mevcudun bo'lmaydi, etrafında insanlar bo'lmagan bo'ladi. İnsanlarning bu şekilde davamlaşıp hayatlıkning davam qilayotganligi Adem Aleyhisselam'dan ta bugünkü kadar hayatlık üzülüp qalmadı, davam qildi deganlik bo'ladi. Demek, bugün kunda yaşayotganlarning hayatı Adem Aleyhisselam'a bağlangan bo'ladi. Bu hayatga ölüm kelmedi. Mesela shaxslar ölsün lekin hayat davam qilyotdi. Yaşaydigan odamlar qiyomatgacha yaşaydigan odamlarning hayoti hem surishti qilsak xalqning tunjisi bo'lgan, insonning tunjisi bo'lgan Adem Aleyhisselam'a bağlanadi. Allah subhanahu va taolo malaikalarni Adem Aleyhisselam'a secde qilishga buyurgan vaqtida malaikalar Adem ve Adem'nin balları kadar, kıyamet olan kadar secde kıldı. Zaten bizge mi secde kıldı diyen gap. Adem'e secde kıldı diyen gap, bizge mi secde kıldı diyen gap. Adem Aleyhisselam'ın balları şu vaxtda, Adem Aleyhisselam'ın ki vücudu da yuşurulgan şu vaxtda birinci yaratışqa hazır olan hemmeylen. Allah subhanahu wa ta'ala dedi ya وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ وَصَوَّرْنَاكُمْ degine biz sizlerni yarattık ve sizlerni süret bir şekilde keltirdik degine de yaratılış kısının yeni bir cüz'isi var, yeni bir şekli varmış orunda. Yani sizler öz vakti yaratılıp boğan Adem Aleyhisselam'ın vücududa da vardı. Yani bizden bir hücremiz qanday şekilde bolsa Adem Aleyhisselam'ın şu vaqtda var. Bizni şu vaqtdan yaratıp boğan demekçi. Allah subhanahu wa ta'ala bugünkü ayetimizde ve iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi halife qalu atej'alu fiha man yufsidu fiha ve yasfiku ad-dima ve nahnu nusabbihu bihamdika ve nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yani Allah subhanahu wa ta'ala bizden Seyyidimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam'dan mundaq deyishni buyuruydu. Yani Adem aleyhissalatu vesselam'ni ziminde izbasar qilib yaratgan vaqtida deydi Allah bu gapni. Bu yerdagi gap qandaqdir? Allah subhanahu va taolo o'zining
Şu Adem Aleyhisselam'ın yaratışta birisiga maslahat salat deganlik emas. Bunda qarmoqqa malaikalarga bir insonni birini yaratay deganda maslahat saladigan gap emas bu yerda. Dalil inni ja'ilun man qildim yoki qilma degandek bir kaskin ifoda bu. Demak bu masala tugab bo'lgan, amrun mafruq degani Alloh yaratib bo'lgan masala yoki kesin masala. Lekin bu oyatda deyilayotgan mazmun faqat malaikalarga bildirish. Alloh o'zining insonlarni yaratadiganligini malaikalarga bildiryapti. Alloh subhanahu va taolo malaikalarga bu haqda so'zlagan vaqtida malaikalarga buni bildirish uchun da'vat qilgan maslahat uchun emas. Nimishqa malaikalarga bildirib desa, chunki malaikalarning Odam alayhissalom bilan bir muhim xizmati bor. Chunki insonlarning hayoti malaikalarga munosabatli. Masalan, ish o'rinlashtiradigan malaikalar bo'ladi. İnsanlarni qo'g'daydigan malaikalar bo'ladi. Ondan boshqa Alloh subhanahu va taolo mushi yangi maxluqning hayotiga munosabatli turli xizmatlarga taklif qiladigan, belgilaydigan malaikalar bo'ladi. Bunda o'g'achqa shu malaikalarga bildirish uchun da'vatida buni. Qandaqdir maslahat uchun emas. Xuddi biz yangi maktabdan birini salsak yoki yangi idoradan yangi bir jamiyatdan birini qurmoqchi bo'lsak, biz yangi jamiyatdan birini qurdik deymiz. Maqsad degan odamlarga mush jamiyatda ishlaydiganlarga qas kiringlar degandek bir ifoda deymiz ya biz insonlar normalda valillahil masalul a'la. Alloh malaikalarga shu shaklda malaikalarning ichidan insonlarni qo'g'daydigan bo'ladi. İnsanların nama'mallarını yazdığını oldu, ularning rizqiga mas'ullar oldu, ularning hayotiga mas'ullar oldu, cennetlerde oldu diye. Demek malaikalarga bunu bildiryapti Alloh bu yerda. Bu bildirish chunki malaikalarning mushu yangi izbasari, mushu maxluq bilan qiladigan ishlari bor zaminda. Ba'zi kishilar deyishi mumkin insonning zamindagi hayoti qonuniyat bo'yicha ma'noda. Biz deymizki, qonuniyatning orqasidami bir farishtaning varligini sen nem bilasan. Dünyada qonuniyat bo'yicha belgilangan mazimin. Zaminda qonuniyat bo'yicha ish yurishida ishlar. Ammo shu har qonuniyatning keyinda shu qonuniyatni ijro qiladigan bir farishta bo'ladi. Buni bilish kerak. Lekin endi mushu yangi bir maxluq, insonlar, Alloh yaratgan insonlar Alloh Qur'oni Karimda xalifa degan nom bilan tilg'aldi bu insonlarni. İnni ja'ilun fil ardi xalifa. Arabchadagi xalifani bayatın darsimizning 5-da tushundik. İzbasar. Yani birovlarning ishlarini vakolatini qiladigan odam degan gap. Unda bo'lsa, bu xalifa, bu izbasar kimga izbasar bo'ladi? Kimning o'rnida ish olib bordi mazmunda desa, va o'zaro bir-biriga izbasar bo'lishi mumkin. Bu holatda bu yerda Alloh subhanahu va taoloninki har inson o'ludi, undan keyin uning boshqasi uning izbasar bo'lib mangdi deb bir xil bildirish mumkin. Xalifa degan ma'nosi shu qadar bo'lishi mumkin. Yana her insan öz aldığı yaratılmaydı. Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Onu ölüp kesse balları kaladı. O ölüp kesse balları kaladı. Şu boyunca mahluk dünyada devam kaladı diyen bu xil şekildeki bildiriş oluşu mümkün. Eğer halifani öz ara birisiga izbasar olup nesil kaldırıp ketadigan mahluk degan şekilde ma'nolab qalsa halifaning bu xil şekilde tushunsak bo'ladi. Eğer hammasini maqsad qilayotgan bo'lsa, hammasi maqsad qilayotgan bo'lsa, bular o'zaro birisiga xalifa bo'lmaydigan shaklda. Bunda oyatdagi inni ja'ilun fil ardi xalifaning ikki xil ma'nosi bor dedi hozircha. Birisi inson har biri yana biriga ergishib dunyoga keladi degan ma'noni ifoda. Ya'ni kendini izbasib kelguchi, izbasar. Buna degilik dadasi o'lsa balasi keladi, balasi o'lsa narasi keladi degan bu hukmni ifodalashi. Ya'ni insonlarning hayotining davomi mush shaklda, ergashma shaklda bo'ladi degandek hukm bo'lishi mumkin bu bir. Yo'q, unda emas. Bu yerda inni ja'ilun fil ardi xalifadagi xalifani butun insoniyatni Adem Aleyhisselam'dan qiyomatga qadar insonlarning hammasini ko'zda tutirib, ana bir-biriga izbasar olup bir-birisini keyin kildigan şekilde emas, bütün insaniyet asas qilib turib deyilgan bo'lsa, bu vaqtida inson yana bir turdagi boshqa bir maxluqqa izbasar bo'lishi mumkin. Ama Allah subhanahu va taolo insonga yana bir avlodni izbasar bo'lishini inkor qildi bu yerda. Unda bo'lmaydi. Qur'onda dedi ya, yani inson ketib başka bir maxluq insonning o'rniga mazmunida insonning vazifasini o'taydi deyish ehtimoli bayatan gapni unda olmaydi. Zat zamin
inson uchun hozirlangan, yaratilgan vaqtdan tortib o'lganga qadar, qiyomat bo'lgan qadar ziminda kim insondan boshqa maxluq ziminda hukmron bo'lmaydi. Qur'oni Karimda aytadi: "Iyasha yuzhibkum va ya'ti bi xalqin jadid." Agar Alloh xolisa edi, sizlarni zimindan ketkizib o'tib, boshqa maxluqlarni, boshqa xalqlarni akilatdi. Allohga bu qiyin emas. Mushayatning o'zidan chiqib turibdiki, Alloh insonni ziminga belgilagan. Zimin insonning qiyomatga qadar zimin insonda hukmronlik qiladi. İnsan ziminda hukmronlik qiladi. Ziminni boshqaradi, ziminda yashaydi. İnsonning o'rniga yana bir maxluq almashmaydi. Bu aniq. Bu aniq. Yani bu yerdagi shu inni ja'ilun fil ardi xalifa shu o'zaro bir-birisiga agishib, av kessa mav tug'ilib, avlab kessa mav tug'ilib kelish degan ma'no ifodalashi mumkin. Yani bu yerdagi yangi xalq Allah halaqagan şu xalqning o'zining turidan bo'ladi. Ya'ni inson o'zi inson keladi, bu boshqa yangi bir xalq maqsad emas. Alloh subhanahu va taolo bizga xabar berib o'tadi. İnson o'zaro bir-birisiga qiyomatga qadar izbasar bo'lib keladi. Ya'ni birisi o'z-birisi keladi, birisi o'z-birisi. Ya'ni ikkinchi bir xalq kelmaydigan bo'ladi bu yerda. Alloh jalla jalaluhu deydi yana bir oyatda: "Fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'us salata wattaba'u shahvat." Ulardan keyin bir-birlik insonlar keldiler. İnsanlarning agishdiganligini tilga oladi. Ya'ni boshqa inson jinsidan olmagan boshqa bir maxluq kelmaydi bu yerda. Lekin bu yerda mushu keyingi atalg'ida xalaf deb bir so'z ishlatildi, xalifa deb ishlatildi. Bu oyat xalifadan chiqqan. Xalifa degan mushu keyindan izbas etilgan dedik. Makinki oyatda xalaf deyildi. Bu yerda o'xshash. Sharimi bu xil shaklda ifodalayotdi. Zahaballazina yu'ashu fi aknafihim ve baqitu fi khalfin fajald ajrabiyda bir she'r o'qigan, o'zining makonlarida, ularida yashaydigan odamlar ketdi. Men shu qo'turining tirisiga o'xshash kinki avlodlarning orasida qolib qoldim. Degani ilgirki odamlar esli odamlar aytdi, bular dunyodan ketdi. Men shu toz odamlarning orasida qolib qoldim deb kin qolib qolgan avlodlarni xalaf deb ifodalagan bir she'rida. Bundan ifodalandi arab tilida. Ya'ni izbasar bo'lib kelgan kinki avlodlarni xalaf deb ishlatiladi. Lekin Allah subhanahu va taolo bizning gapiga kelsak, malaikalarni shu yaratgan vaqtlar Odam alayhisolamga sayda qildirdi. Sayda qilinglardi. Koinotning hammani Odam alayhisolamga bo'ysundirib berdi. Xuddi u inson Allohning zimindagi izbasaridek. Allohga vakolatan ziminni boshqaradigandak. Ya'ni uni nurg'un sabab ne'matlari bilan ta'minladi. Inson nurg'un sabablarni hozirda qiziqlaydigan vositalarni, koinotni insonga Allah'ın iradesiyle kainat insonga Allah'ın iradesiyle boysundu, insan iradesiyle emas. Allah subhanahu wa taala hadis qudusida da'vatida: "Ey Adem oğlu, bana halis ibadet kıl. Bana ibadet qilish uchun maxsus ajrasan, maxsus bana ibadet kıl. Senin qalbingni boylikqa to'shqizib o'tma, faqirlikingga ma'yga bo'lma, faqirlikni itma, faqirlikni kam boyiqib birma. Agar unda qilmasang, senin ishingni qulungni ishqi to'ldirib o'tma, kambag'allikni men aytmayman." Ya'ni kambag'al pati qilaversa, demak, ma'lum bir hadis bor. Demak, mushu hadisdan chiqib turadigan narsa nima desa, zodi inson dunyoda yashashga ehtiyojli har narsani Alloh insonga bo'ysundirib bergan. Dünya insonning manfaati uchun bo'ysundirilgan shaklda yaratilgan, bu insonga hozirlangan dunyo ekanligining ifodasi. Demak, xalifa degan so'z bir qancha xil ma'no oladi arab tilida. Her halde şu yukarıdaki düşünsek buludu. Yani insanlar o'zaro bir-birisining arqa-arqadan kelib yashaydigan, avlod qoldirib, nasl qoldirib yashaydigan, bularning nasli qiyomatga qadar uzib qolmaydigan bir maxluq deb düşünsek buludu. Inni ja'ilun fil ardi xalifa. O'zaro bir-birisining, masalan, malaikalar bir-birisini tug'maydi, tug'digan to'g'ri hech qanday gap yo'q. Alloh har malaikani xos yaratadi, ammo insonni shu Odam alayhisolamni yaratdi, undan keyin dada baladan izbasar qilib bunda shaklda bir-birisiga izbasar bo'lib davomlashadigan nasl degan ifoda bo'lishi mumkin xalifa. Yoki unda bo'lmasa biz bayatni degandek Allohningki zimindagi izbasari, ya'ni Allohning qiladigan ishlarini, Allohning qonuni, Alloh dasturini ziminda vakolatan yurgizguchi degan mana shaklda olsak bo'lar, ma'nosi bor holda. Emin o'zimizning gapiga kelsak, Alloh subhanahu va taolo malaikalarga shunda dedi, men ziminda shunda bir inson yarataman degandan keyin malaikalar qanday javob qo'yadi desa, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Bularning javobi bu bo'ldi. Ya'ni, ya Rob,
Bu ziminde eskilik qilib qon tug'digan odamni yaratamlar. Biz sizlarga tasbih aytib, nusabbih degani biz sizni ulug'lab va nuqaddislab, muqaddaslab olsak, biz sizlarga ibodat qilib olsak, sizlarni mushta odamni yaratamlar deyotdi. Malaikalar insonning bu qadar eskilik qildiganligini, mijozning unda ekanligini, qon tug'diganligini qanday bilgan? Cho'qim insondan ilgari insonning masalasini shunga o'xshatib turib, qiyos qilib turib gap qiladigan bir holat bo'lishi kerak. Yoki bular o'ylagan bo'lishi mumkinki, inson odam ziminda eskilik qiladi, haddan oshdi. Lekin qon tukish, qon degan bu ishga borib kelsak, malaikalar qanday biladi uni? Taxchi unda qon tukilish ahvoli yuz bir bakmagan bo'lsa, inson yaratilishdan ilgari cho'qim bular buni ilgirki bir hayotdan bilgan bo'lish kerak. Ham ilgirki hayotda kim yashagan desa, ziminda insonlar ilgari jilla yashagan deydi. Masalan, Qur'oni Karimda "Val janna xalaqnahu min qablu min nar samum." Biz bundan ilgari jinni yaratgan deydi Alloh. Insondan ilgari yaratilgan jinda xuddi jin insondan ilgari yaratilgandek bir ifoda chiqyapti mayada. Tamam. Shunlashqa malaikalar jilla munda eskilikni qilgan, bizni o'ldirib qon to'kkan insonlar mashta qilamo degandek ifodalanadigan bo'lishi mumkin. Va yoki insonning xarakteri bildirilgan bo'lishi mumkin. Har holda shunday bir ifoda. Oxirda Alloh oyatning oxirisida malaikalarga nim dedi? Inni a'lamu ma la ta'lamun dedi ya. Buna deganlikning ma'nosi nima deganlik desa, ey maxluq, ey farishta demakchimdi. Sening ma'lumoting, sening maxluqliging emas. Sen shunchalik bilasan o masalani. Sen shunda qaraysan masalaga. Ammo Allohning ilmi bu azali va cheksizdir. Sen bilmaysan o ishni, men bilmadim demakchi Alloh. Lekin endi malaikalar Allah malaikalarga Adem alayhisolatu vasallamni yaratadiganligini degan vaqtida ay bayatdan gapini oshkor deganmi yo ko'nglida buni yushirin deganmi? Mayli ular oshkor desin, ko'ngli yushirin desin, Alloh uni bilaveradi. Chunki Alloh yushirin degan gaplarni biladi, oshkor degan gaplarni biladi. Chunki Alloh sirni va eng yushirin sirlarni ham biladi. Sir degan nima desa, sir degan boshqalar degan gap sir, maxfiy degan gap. Ammo boshqalarga demak ko'nglingni saqlab qolgan narsa. Va ma huval akhfa min as-sir desa, sirdan maxfiyning bor desa, sir deganimiz boshqalarga maxfiy degan gap sir bo'ladi. Ammo boshqalarga maxfiy degani sir bo'ladi, qalbingda yushirib qolganing, hech kimga demaganing, hech kim uni bilmagan gap sirdan maxfiy bo'ladi. Demak, Alloh sirni biladi, ishga adam maxfiy deyishgan gapni biladi, qalbingda saqlab qolganini ham qanday qiladi biladi. Çoxum men sir, ma gap sir deyish uchun, bir gapni sir deyish uchun bu gapni boshqalarga deyishing kerak sen. Og'zingdan chiqqan vaqtda sir bo'ladi, ammo qalbingni saqlab qolsang, o sir olmaydi, sirdan maxfiy gap bo'ladi u. Ammo qalbingni saqlab qolganni, sirni sen bilsa boshqalar biladi. Ammo qalbingni saqlab qolganni faqat Allohdan boshqasi bilmaydi. Mana bu sirdan yushirin gap bo'ladi. Alloh dal mushuni biladi demakchi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala ayetinin ahirisida inni a'lamu ma la ta'lamun deb bir ayetni dedi. Men sizlar bilmaydigan narsalarni bilmadigini bu masalaga buning haqiqiy mohiyat xarakterini bermoqchi. Mesela bir nuqtaga diqqat qilinglar. İnsanlar o'tirib bir gaplar bo'ladi ya. Bir aka yoki dada cho'ng odam bir ishni qilmoqchi bo'lsa yoki kichik odamlardan birisi, "Voy bu ishni qilsak bunda bo'ladi desa, ukam sen o'qimaysa, men bilma buni" deb qo'ydi o'zaro birisi bilan parangiz. Buna deganlik sen tushunmagan, bilmagan nurg'un taraf bor demakchi. Malaikalar bu yerda ya bu insonlar bundan qon to'ksa, bunda askilik qilsa pulni yaras deb buna bir Allohga savol shakilda dedi ya. Alloh dediki, men siz bilmaydigan narsa bilma deganlik bu masalaninki haqiqiy xarakteri sizning bilishing oldin cho'ng. İnsanda sizlar bilmaydigan darajada kelgusi yuz beradigan ajoyib bir Allohliklar bo'ladi degandek bir ifodada Qur'oni Karim malaikalarning gapini hikoya qildi. Malaikalar nima deb turibdi dedi? Nahnu nusabbihu bihamdika va nuqaddisu lak dedi. Biz sana tasbih aytib va muqaddaslaymiz dedi malaikalarning gapini. Bu nima degan gap desa, tasbih, nusabbih degani paklang'uchining zotiga loyiq olmaydigan har qanday narsani paklashni tasbih deymiz. Ya'ni ey Alloh bizni davom pak deb bilamiz degan gap. Taqdis degan nima desa, qadasdan elingan paklash, pokizlash degan ma'noda. Asli qadas kishilar yuyindigan chilakni qadas deydi.
Şoňa biz adatda normalda Allah tasbih etgan wagtda subbuhun quddusun deymiz. Subbuh degeni Allah'ның jalalyga laýyk bolmaýdygan her qanday işden pak diýen gep, munazzah diýen. Quddus degeni pak diýen gep adatdalygy. Aw aýypdan pak bolsa, ma tigidin pak degендek bir hukum. Tasbih aytquçyga ve tasbih aytadigan narsaga ehtiyojli qoladi. Malaikalar subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Muş ayatning oxirisida subhanaka la ilma lana nahnu nusabbihu subhan. Biz davomli namazdan keyin deyotgan subhanalloh subhanalloh deganimiz shu. Tasbih aytish, Allohni pak deb qarash degan ma'noda. Mana bu tasbih aytish, malaikalarning subhanaka degani tasbih aytish. Allohni paklash, tasbih paklash deganlar çoqqum hiç qandaq bir ayıp noksan aralışıp qalmagan mutlaq mükemmellik üçün buludu. Mutlaq mükemmellik dini Allah yalğızlab. Şoňlaşqa biz tasbihni kim qilam aytimiz? Allah qilam aytimiz. Şu namazlarımızdan keyin subhanallah, subhanallah, subhanallah deganimiz zade hiç qandaq ayıp noksan yok. Her qandaq ayıp noksandan xali degan buludu. Şoňlaşqa Allah özüniň halkynyň tilini subhanak degan sözni Allah'ның gayriga işiltişden qaytırgan degeni İnsan ezip tüzüp mi başka insanlarını ya başka birisine subhanak dep sağmaydı. Şoň siz hayatınızda bir insanga subhanak degeni anlamaysınız. Mana şunun okşaş insanların tili Allah'ның gayriga tasbih aytishdan qaytırlılık. Hiç kim demeydi birisi subhanak dep. Malaikalarning nahnu nusabbihu bihamdik ve nuqaddisu lak degan sözi xuddi biz adatda normalda subhanalloh va bihamdihi subhanalloh va ay şu gap şu ma'nosi şu. Ma ayatdaki nahnu nusabbihu bihamdika ve nuqaddisu lak degani biz şu subhanalloh va bihamdihi deb tasbih etganning gapining o'zi şu. Bu ma'noning bu nahnu nusabbihu ve nuqaddisu lak deganning ma'nosi Allah subhanahu va taolaninki öz zotidagi pakligi. Allah yeni bir zat bu Allah'a ne bir zatta ne bir sıfatta hiç qanday okşaş yok. Allah pak degan buludu. Yoki iş hareketlarda, sifatlarda, hiç qanday ishlarda boshqa narsalar onunga o'xshamaydi. Allah xolis sap pak degan ma'noda. Tamam. Tasbihning ma'nosi shu ekan. Tasbih degani, subhanalloh degani, nahnu nusabbihu degani Allohga hech kim hiç qanday iş hareketde, hiç qanday sifatda o'xshash yo'q Allohninki. Asma sifatlar degan bo'ladi. Endi va bihamdining ma'nosi nima bo'lsa, va bihamdining ma'nosi biz seni pak deb o'ylaymiz va hamd aytamiz. Yani bizning seni pak deganlikning o'zi bir bizga berilgan ne'mat. Biz şu ne'matga qarata hamd aytamiz degan bo'ladi. Biz seni pak Allah subhanallah deyilganligimizning o'zi bizga bir ne'mat. Biz şu ne'matga qarata sana hamd aytamiz degan bo'ladi. Yani şoňlaşqa men sana sen maňa seni paklayalaydigan iqtidarını bergenliging üçin hem de aytyapman degan bolady. Tamam. Ve nuqaddisu lak taqdisning ma'nosi nima? Nuqaddis. Muqaddaslash degan ma'noda ya. Bu Allah subhanahu va taolani butkul g'ayri narsaning hammasini paklash. Yani bu demekçi malaikalar ve nuqaddisu lak degani ey Rob, ey Rabbim sen degan quddus tahir, sen paksan. Senden başka gayri her qanday narsani pak degan ma'noda. Sana faqat pak narsalar ko'tarilishga loyiq. Öz qulun bilan yaratgan kishidan faqat pak narsalar chiqishga loyiq. Yani nuqaddisu lak degani shu bak narsa emas. Demek biz şunu bilan ve nahnu nusabbihu bihamdik ve nuqaddisu lak ma'nosini bilib o'tdik. Allah subhanahu va taala o'zining hikmati bilan malaikalarga munu javoblarni qaytirdi. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Boshqa qilmadi. Men siz bilmaydigan narsani bilaman dedi. Mishada mutlaq quvvatmada buni. Lekin Allah subhanahu va taala reallikqa to'g'ri keldiganlikni ta'kidlaydigan bir masala keldiki, malaikalar men bilgan doirada bilmaysizlar. Sizlarning ilminglar maxluqchilik, mening ilmim xoliqqa emas. Ya'ni men cheksiz narsani bilmayman. Yani demak siz bu masalada sizlarning ilminglar kichik keladi. Adamninki, insonninki qiladigan nurg'un ishlari va men uni hikmatla yaratdim degan ifodada masalani cho'ng ifodaldi. Mana sababini bayon qilib o'tmay, siz bilmaydiganni men bilaman dedi. Masala intayin buyuk şeydi. İnsanning vazifasining naqadar yoki martabasiningki naqadar buyukligi chiqdi bu yerdan, naqadar hurmatliligi chiqdi. Bugungi darsimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh kelasi darsimizni davom qilamiz. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.